Xo'p. 28. Qaranglar. ABC uchburchakning AB, BC va AC tomonlari mos ravishda 4, 5, 6 ga teng. AB va BC tomonlariga urinadigan aylananing markazi AC tomonda yotadi. AB va BC tomonlariga urinadigan aylananing markazi AC tomonda yotadi. Aylananing markazi AC tomondan ajratgan kesmalarning uzunliklari ko'paytmasini toping. Xo'p. Qaranglar. Bu misol Skanavidagi misol, Skanavida ham xuddi shu misol bor. Qaranglar, men tushuntirib beraman. ABC uchburchakning, mana ABC uchburchak bor ekan. ABC uchburchakning BC va AC tomonlari BC va AC tomonlari mana bu tomoni 4 ekan va AC tomonlari AB BC uzr. AB BC va AC tomonlari mos ravishda 4 5 6 ga teng ekan. Mana AB BC va AC tomonlari mana AB 4 BC 5 va AC tomonlari mos ravishda 4 5 6 ekan. AB va BC tomonlariga urinadigan, qaranglar. AB va BC tomonlariga urinadigan aylananing markazi AC tomonda yotar ekan. Diqqat. AB va BC tomonga urinadigan aylananing, mana bundoq aylana bo'lsa, ikki tomonga urinar ekanda, mana bundoq qilib. Tushundingizmi mana? Mana. Bundoq urinar ekan. Mana shunaqa AC va BC tomonga urinadigan aylananing markazi qayerda yotadi deyapti? AC tomonda yotadi deyapti. Mana aylananing markazi O. Mana. O aylananing markazi. Mana shu AC tomonda yotadi. AC tomoni uzunligi 6 ga teng. Endi bizga aytayotdiki, aylananing markazi AC tomondan ajratgan kesmalarning uzunliklari ko'paytmasini toping. Masalan, aylananing markazi O ya, to'g'rimi? Xo'p, aylananing markazi AC tomonni qanaqa kesmalarga ajratadi? Kim aytadi? X bilan yo'q, X bilan mana AO masofa X. Ana shu 6 minus X bo'ladi. Kesmasi bittasi X, bittasi 6 minus X. Bizga mana shu kesmaning uzunliklarini topganda, keyin ularni ko'paytmasini topganda bo'ladi. Masalan, o'qib tushundikmi? Mana o'qinglar, o'zinglar ham o'qiganda mana. ABC uchburchakning tomonlari 4 5 6. Uni o'qib tushunish qiyin emas. AB va BC tomonga urinadigan aylananing markazi AC tomonda yotadi deyapti. AB va BC tomonga urinadigan aylananing markazi AC tomonda yotadi. O nuqta. Endi aytayotgan aylananing markazi AC tomonni bo'ladi, to'g'rimi? Ikkita qismga o'sha qismlarning uzunliklarini ko'paytmasini topgan deyapti. Umid. Savol tushunarlimi? Juda ham oson misol bu. Nima qilish kerak? Shunchaki B tashqi burchaga aylanadan tashqaridagi burchak. Ikki turini o'tkazyapti deb go'yoki. Sizlar bitta narsani bilishinglar kerak, mana shu narsa bisektrisa ekanligini. Mana shu narsa uchburchakning bisektrisasi bo'lishini bilishinglar kerak xolos. Tushuntira oldimmi? Demak, u bisektrisa hammaga tushunarli nima uchun? Dokazat qilingan narsa. Xo'p, isbotlaganmiz bu narsani. Demak, bisektrisani xossasini bilamiz. 4 ni bunga ko'paytmasi, 5 ni bunga ko'paytmasi. Bo'ldi, o'sha yerdan x topib olamiz. Qiyinmikan? Yo'q. Demak, 4 ni 6 minus x ga ko'paytmasi, 5 ni x ko'paytmasi teng bo'ladi. Tushunarli? 24 minus 4x barobar 5x. Bu yerga o'tsa 9x teng 24. X ni topadigan bo'lsak, 24 taqsim 9. 3 ga qisqartiraveramiz. 8 taqsim 3. X topadigan bo'lsak qancha bo'ladi? Mayli, turaversin. 6 minus x topa qolaylik. 6 minus 8 taqsim 3. Ayringlar, 18 minus 8. 10 taqsim 3 mi? Demak, bitta kesmamiz 8 taqsim 3 bo'lar ekan. Tushunarli? Bitta kesmamiz mana. Bitta kesmamiz 10 taqsim 3. Endi ularni ko'paytmasini topish kerak. 8 taqsim 3 ni 10 taqsim 3 ga ko'paytirib qo'yasizlar. 80 taqsim 9 bu 8 butun 9 dan 8. Bu 8 butun davrda 8 degani. Tushunarlimi? O'sha javob turibdi. 8 butun davrda 8 deb javob turibdi. O'sha yerda bilishinglar kerak-da, bisektrisa ekanligini bilsanglar ishla olasizlar. Tushunarlimi? Misol juda ham oddiy.